Do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev, ovozimga e'tibor bermaysizlar, tamom boryapti. Xo'p, bugungi video roligimizda do'stlar sizlar bilan qanday qilib YouTube'da to'g'ri kanal ochish haqida batafsil noldan tushuntirib beraman. Xo'p, yana ko'pchilikda bo'ladigan savol, nima uchun mening kanalim boshqa kanallarga nisbatan kam prosmotr olyapti? Raqobatchilarim birinchi qo'ygan yoki ikkinchi qo'ygan videolari tezda minglab prosmotrlarga ega bo'lyapti, lekin menda nega 0 degan javoblar va soyaviy bloklanishdan qanday qochish kerak, tenovoy bloklanishdan qanday qochish kerak, bular hammasini men sizlarga hozir 0 dan qilib tushuntirib beraman. Undan oldin Telegram kanalimizda bor, Ulug'bek Pardayev 1 desalar chiqib keladi yoki mana shu YouTube kanalimning bio qismida, profil bio qismida turibdi. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Xo'p, bo'lmasam video roligimizni boshladik. Birinchi ochratda biz soyaviy bloklanish haqida gaplashsak. Soyaviy bloklanishni qanday aniqlash bo'yicha Xudo xohlasa yangi bir VIP guruhimda darsiga joylanadi, nasib Xudo xohlasa inshaalloh. Xo'p, endi qanday qilib biz mana shu tenovoy banddan, ya'ni soyaviy bloklanishdan qochish? Uni u sizni hozirgi YouTube algoritmi sizni robot, ya'ni qanaqadir AI modeliga o'xshatadi. Ya'ni yangi kanal ochib, birdaniga video yuklab ketsangiz, ya'ni birinchi kundan video yuklash. Odamlarning eng minus tomoni yangi Gmaildan yangi kanal ochib tezda video yuklash. Bu xuddi robotlar bajaradigan ishga o'xshaydi. Sababi real inson bo'lish uchun sizda qanchadir muddatga vaqtingiz yo'q, sizda real hayotda o'zingizga yarasha ishlaringiz bor. Shunga sizni video bugun Gmail ochgan bo'lsa, oradan bir 2 hafta yoki 1 hafta o'tib yangi kanal ochsangiz, bu qandaydir mantiqqa to'g'ri keladi. Endi shu bilan nima demoqchiman? Ya'ni yangi Gmail ochib, uni ozroq dam oldiring. O'sha Gmail orqali boshqa narsalardan registratsiyaga o'ting. Ya'ni Pixart, Canva yoki boshqa saytlardan ro'yxatdan o'ting. Bitta YouTube'dan o'tib sirasi bosmang. 2 bosqichli обязательно o'rnating. Gmailga 2 bosqichli o'rnatish zarur. Agarda uni o'rnatmasangiz, ikkita minus tomoni. Birinchisidan kanalingizga hujum bo'ladi. Ya'ni kimdir sizning kanalingizda login parolni bilib olsa, endi xudo biladi nima bo'lishi mumkin hayotimizda. Ertangi kunda nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Nimadir bo'lib qolib kanalingizga kimdir kirib olsa ham easy kirib oladi, ya'ni oson kiradi. Bemalol kanalingizda o'ziniki o'zlashtirib yuboradi. Buning ham yana bitta minus tomoni 2 bosqichli bu ishonchni oshiradi. YouTube'da siz asosiy narsa, ya'ni soyaviy bloklanishdan qochish uchun siz asosan o'zingizga bo'lgan ishonch va YouTube'ning ishonchini qozonishingiz kerak. Ya'ni qanday? YouTube sizning videolaringizni birdan har kuni yangi ochilgan Gmail, yangi ochilgan YouTube kanalga yangi video yuklab, har kuniga stabil ikkita video. Yo'q, do'stlar. Pauza degan narsa bor. Men yaqinda kurs ochganimda, kurs deyman, uzr, dars bir challenge bajarib boshlaganimda o'rgatganman shogirdlarimga pauzani effekti yaxshi. Ya'ni siz birinchi kanal Gmail ochdingiz, Gmail ochib, uni 1 hafta dam oldirib qo'yasiz. Agar chin kutishni olmasalar 5-4 kun ham yetadi, ya'ni 4-3 kun. Polni dam oldirasizlar. Uni Gmailda faqat YouTube uchun emas, boshqa narsalar uchun foydalaning. Xo'p, hamma etap tugadi. Ana endi biz YouTube kanal ochamiz. YouTube kanal ochgandan so'ng YouTube kanal ochib sirazi video yuklamang. Hech qachon bir sirazi video mayli sozlab qo'ying, lekin teginmang. Umuman ichiga video yuklamang. 3-4 kun maksimum dam olsin. Bu vaqt orasida siz nima qilasiz? Sizga berilgan vazifa, siz YouTube videolar ko'rib chiqasiz o'sha YouTube kanalingizdan. Shorts ko'ring, asosan men shorts ko'rib qo'yaman. Bir 4 ta 5 ta shorts ko'rib, like bosib, kommentariyaga call very nice, короче, inglizcha yozing. O'zbekcha yozmang, inglizcha yozib qo'ying. Va o'sha 5 ta 6 ta video ko'rib, ulardan bittasiga podpisatsiya qiling. Podpisatsiya qilib qo'ying va xuddiki siz real insonligingizni YouTube'ga ko'rsating. Ya'ni YouTube'da ishonch oshsin, sizga bo'lgan qarashlar o'zgarsin. Shunaqa deb tushuntirsam yaxshiroq bo'ladi, yaqinroq tushuntirsam. Xo'p, biza endi biz mohiyatni tushundik. Ya'ni haqiqiy mohiyatini tushunib oldik. Soyaviy bloklanishdan qanday qochish kerakligini mana shunday ekan-da, to'g'ri. Endi biz YouTube kanal ochishlarda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Xo'p, bugun sizlar bilan YouTube kanal ochish va uni sozlash haqida darslik bo'ladi. Xo'p, birinchi ochratda YouTube kanalimizni ochayotgan vaqtimiz bizdan email so'raladi, ya'ni ism. Ismimiz endi bu yerda YouTube kanal ismi so'raladi.
Xo'p, misol uchun bu yerda siz qo'yishingiz mumkin. U sizning yo'nalishingizga bop juda ham oddiy bo'lgan yo'nalish. Misol uchun, men Poppy Playtime degan o'yin haqida video qilmoqchiman. Poppy Playtime deb ochib qo'ysam bo'ladi. Qanaydir o'zingizlarcha qanaydir osonroq, ko'zga ko'rinadigan, o'zingizning shaxsiy brendingizga o'xshash, ya'ni o'zingizning shaxsiy ismingizni o'ylab topishingiz kerak. Shunaqa bo'lish kerak. Pastdagi narsa bu asosan shortsa chiqadi, ahamiyati yo'q buni. Rasm tanlash kerak. Bu yerda ham tanlab ketishingiz mumkin. Ochib olib, keyin ham tanlash imkoniyatiga egasiz. Mayli, men bu yerda tanlamayman. Asosiy narsa bular emas, ya'ni foto joylashtirish juda oson narsa, tushunarli narsa. Xo'p, Sazdat kanal. Xo'p, Sazdat kanalga bosamiz. Hozir bizga kanal ochiladi. Hozir salgina mamne bo'ladi. Bitta zagruzka beramiz. Va mana kanal ochildi. Men brend kanal qilib ochdim. Bu kanalga o'tib olaman. Xo'p, hozir men kanalimning glavnisida turibman, ya'ni profilida turibman. Bu yerda ikkita so'z chiqadi. Bu yerda настроить video kanal, ya'ni kanalning yuzini o'zgartirdi, video, mana videoni o'zgartirdi deydi-yu. Rus tili ham oson, o'ziga yarasha tushunib olsangiz. Управление video, ya'ni bu yerda siz videolaringizni hamma narsasini настройкасы bor. Ya'ni biz bossangiz hozir bizga YouTube Tvorецкий studio ochiladi. Xush kelibsiz bizning YouTube studiomizga. Dalchini bosamiz va настройка bo'limi. Настройка. Bu yerda hech narsa ahamiyatsiz. Asosiysi настройкаga o'tishimiz kerak. Ya'ni yangi kanal uchun ahamiyatsiz bu yerlar. Настройка bo'limiga o'tdik. Bu yerda bizani ya'ni pul birligimiz, valyutamiz. Valyutamiz. Bu yerdan biza dollar silsa, ya'ni USDTni olib qo'yamiz. Boshqasi kerak emas, mana shu bo'ladi. Yo'q, USDC qilib qo'ysalar bo'ladi, o'zbek so'mqa. Xo'p, bu yer unchalik muhim emas. Biza kanal bo'limiga o'tamiz. Xo'p, kanal bo'limiga o'tgandan keyin bu yerda strana и проживание, ya'ni biza davlatimizni tanlashimiz kerak. O'zim mana shu bitta narsa aytaman. Bu yerda agar siz O'zbekistonni belgilab ham amerikancha video rolik yuklasangiz, albatta amerikaliklar ko'radi. Bu juda ham ahamiyat. Xohlasangiz belgilamay ketsangiz ham bo'ladi. Lekin endi O'zbekiston qilib qo'ysangiz, monetizatsiya endi yonadimi, yonmaymi, uni bilmayman. O'zbekistonda monetizatsiya yonash bir ikkita kanalda ko'rdim, yongan. Xo'p, mayli, bu yerga juda ko'p to'xtalmaymiz. Biz bu yerdan Soединенные shtatni metkalaymiz, ya'ni Soединенные shtatni belgilaymiz. Va ключевое слово. Albatta mana shu narsa kerak. Bu algoritmimizga ancha plus, ya'ni ancha foydali narsa. Ключевое слово, ya'ni keywordlar, bu yer kalit so'zlar. Xo'p, bu yerga nima deyishimiz mumkin? Biz asosan bu yerga kalit so'zlar topishimiz eng oddiy yo'li bizni qidirishimiz kerak mana bu yerda. Poppy Playtime deb qidirsak, mana Poppy Playtime 5 ko'proq qidirilmoqda. Poppy Playtime chapter 2, 3, Poppy Playtime 4, 5, 1, Resident Player, ne yangiliklar, Kuplinov, menimcha bu streamer, treyleri, Ost, mana shu narsalar olsalar bo'ladi. Bu sizlarni qidiruv sistemasidan bog'lab turish kerak maksimum darajada. Bu yerga misol hozir men ko'rganimday Poppy Playtime Tour. Всё. Mana biz o'sha kalit so'z kiritdik. Undan keyin bu yerga o'zingizlar mana klaviaturada любой harf yozamiz. Q, quiz, quadrala, quiz can, quiz game, Q, Quillen, Qnesh, Naveson. Короче, shu yerda chiqqan любой mana Q ketdi. Queer Europe mana V, with mom, windy, welcome home, wolf, find mods, woman, huggy, with dead, one alive. Bu yerda N yozsak, edit, experiment tiqilib yotibdi. Mana shu yerdan olsanglar bo'ladi, qanaqadir, ya'ni bor bo'lishi mumkin, qanaqa saytlar, tag generatorlar bor. Mana shu joydan olsanglar ancha professional darajada bo'ladi. Va o'zingizlar ham hozir qo'shib qo'ysalar bo'ladi. Poppy Playtime gameplay, ya'ni o'ynash. Xo'p, bu yerga minimum bu yerda 500 ta harf kiritsangiz bo'ladi, deyapti. Bu yerga bir 100-200 ta kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi eng muhimi, bu yerda sizning kanalingizni kimlar ko'radi? Ya'ni sizning kanalingiz qaysi auditoriyaga mo'ljallangan? Kattalar uchunmi, yoshlar uchunmi? Endi biz ko'pchiligimiz bu yerda soqqa qilish maqsadidamiz. Bu yerga net moy kanal, nedile deti. Ina nem net детский контент, ya'ni meni kanalim
yosh bolalar uchun emas, yosh bolalar uchun emasdi. Mana shunda metkalab qo'yinglar. Mana bunda yo davsiya, moy kanal, mana dilya diti qilib bormanglar, adashasizlar. Bir ikkita ayollar keladi, mana shu yerda mana uni belgilab yuborgan ekanman deydi. Kanal bloklanib ketadi, monetizasiya uziladi, ko'plab juda ham og'ir bo'lgan jinoyatlarni qo'yib yuboradi ustiga YouTube. Ana shu uchun mana shu yerda absolyutno o'rtada tursin. Pastdagi narsalar kerak emas hozircha bizga va dostupная funksiya. Xo'p, bu yerda biza 3 ta mana bunaqa bo'limni ko'rishimiz mumkin. Bu ikkinchisi nomer. Bu yerga подтвердить nomer telefoni, bu yerga bossanglar nomer ulash chiqib keladi. Nomerga bosasizlar va Beeline nomerlaring bo'lsa, Beeline ulash mumkin. Men tajribamni kelib chiqqaman, ya'ni kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Bu yerga menimcha UCL qanaqadir mob yuzlarni menimcha ulab bo'lmaydi, faqat Beeline, chunki Beeline natsionalniy. Beeline ulasa bo'ladi. Ya'ni men bilmadim hozirgi vaqtda qanaqadir amni, chunki o'zim virtual nomerlarni ko'pincha taslayman. Mana uchinchisi bu kanal tarixi. Juda ko'p savol tushadi. Kanal tarixini qayerdan ko'rsam bo'ladi, yongan yonmaganligini aniqlasam. Mana shu yerdan. Kanal dostupная funksiya va uchinchisi mana. Kanal tarixini qanday tez yozsa bo'ladi deydi. Kanal tarixini promo yozsa ham bo'ladi VPN orqali. Keyingisi kanal tarixini o'sha videolar orqali yozsangiz bo'ladi. Ya'ni video qo'yib yurasiz, qanchadir muddat o'shanda yonadi. Xo'p, mana bu kanal tarixini yoqish uchun asosan qanchadir muddat berilmaydi. Ya'ni sizlar mana shu vaqt kelib kanalning tarix yonadi deyilgan joyi yo'q. Stabil video, aktivlik yonadi. Undan keyingisi bo'limimiz загрузка video. Bu yerga описание qoldirishimiz kerak. Описание xohlasalaring описаниeni chiroyli qilib ChatGPT dan tuzinglar yoki Google Translation dan tuzinglar. ChatGPT dan tuzinglar ham bo'ladi. Va oxirgi 3 ta hashtag qo'yib ketinglar. Misol. Xo'p, bizaniki Poppy bo'lsa Poppy play time. Huggy Wuggy. Misol Gmod deb qo'ysak ham bo'ladi. Xullas, mana shunaqa 3 ta absolyutnoya hashtag kiritib qo'yinglar. Keyin u yoqga o'zingizlar bilsanglar kerak. Shu hi my friend, welcome to my channel, please subscribe. Xullas shunaqa. Va разрешение настройки. Bu bo'limga kirganlaringdan so'ng litsenziya, kategoriya, eng asosiy muhim narsa mana shu. Bu yerga o'yinlar tanlaysizlar. Misol igra. Men misol Garry's Mod video qilmoqchiman deylik. Igrani metkalayman. Agar siz musiqalar janriga kirsa, kafing dance shunga o'xshash bo'lsa, muzikani tanlaysizlar. Igra kategoriya juda muhim, chunki algoritm sizlarni birinchi o'chratda kategoriyalarga to'g'ri qaratadi va shunga qarab sizlarga o'shanaqa auditoriyani taklif qiladi. Ya'ni siz meditsina sohasida ishlaysiz. Meditsina sohasida ishlayotgan inson igra qilib qo'ysa kategoriyasini, misol prosta PUBG yoki qanaqadir Mobile Legends yoki Clash Royale ko'rib o'tirgan bola qanaqadir meditsina sohasida videoni ko'rmaydi, unga klik qilmaydi. Shuning uchun videolarning prosmotri pastlab ketadi, videolarning prosmotri olmaydi. Mana shu narsa kategoriyada muhim. Juda muhim. Xo'p, endi bu yerdan mana bu kommentariyalari qarash so'da bu kerak emas. Bu yerda like ko'rsatmaydi. Сохранить bosasizlar, всё. И bitta narsa qolib ketibdi. Uzr, video bo'limida taglar. Tag da mana bu yerda ограниченный доступ bu qulflab qo'yadi. Ya'ni sizlarni o'sha video ikodan kimdirlar foydalansangiz, menimcha ko'rsatmaydi. Ссылка orqali qilib qo'yaman asosan va bu yerga tag kiritishimiz kerak. Taglarda ham o'zingizlar xohlagancha kiritasizlar va aytganimdek mana yerdan olsalaring bo'ladi. Bo'ldi, всё. Hammasi joyida. Biz сохранитga bosamiz. Bizning kanal tayyor. Yana bu yerdan nastroy kanal bu bilsanglar kerak. Mana bu joylar bor. Link, adres, elektron pochta ulab qo'yinglar. Xohlasanglar qanaqadir biznes modul yaratuvchi insonlar uchun mana shu yerga elektron pochta ulab qo'yib, qanaqadir shu Garry's Mod bo'yicha yaxshi o'ynar ekan, o'sha Garry's Mod ichida pullik modlarni sotmoqchi kimdir. Ya'ni misol uchun Shohjahon degan bola Garry's Mod modellarini yasaydi va uni sotish kerak, auditoriyaga taqdim qilish kerak. Lekin unda hozircha variant yo'q. Lekin sizning kanalingizni ko'rib qolgan, siz kanalingiz har doim Garry's Mod videolar qiladi va uni ishi sizning videolaringizga bog'liq. U inson o'ylash bo'yicha sizga qanchadir mablag' beradi va unga aloqaga chiqish kerak. Ya'ni sizga aloqaga chiqish kerak. Endi ular Instagram, YouTubedan
please contact me deb yozgundan ko'ra mana shu yerga professionalligingizni ko'rsatish uchun elektron adres pochta ulab qo'ysanglar, ular sizlarga birdan Gmail, promo Gmail laynga chiqib sizlar bilan muloqot qiladi. Tamom, bu yerda boshqa hech nima qolmadi. Описание kanal degan joyiga ham shu kanallaring nima haqidaligini ChatGPT tushuntirib bersanglar, chiroyli описание tuzib beradi. Shuni kiritib qo'yasizlar va mana bu yerdan endi saqlanib deylik, saqlanishga bitta bosasizlar, o'sha saqlanib qiladi. Xo'p, bugungi video roligimiz shundan iborat edi do'stlar. Hammaga rahmat. Videomizni ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ulug'bek Pardayev bo'ldi. O'z fikringizni kommentariyada qoldiring.